Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana sizlarga Ariston va Akfa eshiklar, Akfa romlar va MDF eshiklar uchun petla, zamok, har xil furnituralar, penalar tanishtirib o'tamiz. Mana hozirgi paytda Aristonlar uchun, ya'ni 10 xil Ariston uchun. Misol shu mana 15 litrdan 30 litrgacha bo'lgan Aristonlar uchun. Yani ofisni Aristonlar bor, kichkina Aristonlar uchun ten. 15 litrdan 30 litrgacha bo'lgan. Даже 10 litrligi ham tushadi bu. Mana Royalga ham tushadi, yana boshqa Aristonlarga ham tushadigan ten. Nirjvenka bu. Sho'r suvliga maxsus. Sifati ham zo'r, hatto kafolati ham bor buni. Zo'r ten. Mana bunaqangi boyga mana xuddi shunaqa Aristonlar boshqa turi bor yana. Shvaki deymiz-ku, shunaqa narsalar ham bor. Mana shu shvakilarniki ham bo'ladi bu yerda. Aristonni o'zi, ya'ni Ariston deganda hamma har xil turini tushunadi. Ariston nomini o'ziga tushadiganlari ham bor-da bu yerda. Boshqa turlari ham bor. Mana lezvali turi bor. Mana G obrazli turi bo'ladi. Bunaqa nirjvenka bo'ladi, bunaqasi bo'ladi. Mana bunaqasi ham bo'ladi. Misol uchun mana boshqa narsa. Bu umuman boshqa narsa. Misol uchun mana kichkinasi mana. Juda kichkina. Bu bilan birlashtirib ko'rganda bu kichkina, u katta. Shunaqa maxsus tenlar ham bor. Bu defitsit topilib bo'lmagan tenlar ham bor-da. Topish qiyin. Xullas. Mana Best tenniki. Zo'r firma. Bu sinovdan o'tgan ancha. Sifati ham zo'r. Ancha yildan beri qo'yiladi. Keyin sho'r suvlarga, usuliniy suvlar bo'ladi-yu, misol uchun qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Loyiqali suvlar, ya'ni kashalkani suvlar, qumli suvlarni ustini yeb tashlashi juda qiyin. Bu nima aytadi? Ustini yeb tashlagandan keyin suv o'tsa ichiga to'kiradi, ko'pchilik cho'milganda yoki qo'l yuvganda deydi-yu. Mana shu nirjvenka, imini nirjvenkani yaxshisi-da. Sifati yaxshi. Bu sinovdan o'tgan, buni qo'yib yurganmiz, uni bilamiz. Lotkali ten, ya'ni tenga qo'yiladigan sanlik. Aristonlarniki, Tarilka Royallarniki maxsus. Termosatlar ham kelgan. Termosatlarning turi bor har xil. Endi sifatiga qarab bunaqa qilinadi. Mana Aristonlar uchun maxsus обратный klapan. Misol uchun suv orqaga qarab ketmasligi uchun va termosat ya'ni mana o'chmay qolsa, xudo ko'rsatmasin, mana Ariston portlatib ketmasligi uchun bu vozdux chiqarib yuboradigan, maxsus havoni chiqarib yuboradigan eng muhim narsasi. Обратный klapan deydi. Mana sifati yaxshi. Royalliki bu. Mana Spes Royal. Latunviy. Bu o'zi ichi latun, просто usti xrom qilib qo'ygan, lekin latun og'ir. Bu sifati juda yuqori. Normalniy deydi-yu. Mana shunaqa narsalar. Mana ham Royalliki. Endi Akfa eshiklarga o'tamiz. Akfa eshiklar. Akfa eshiklar ruchkalari, zamoklari mana Toj Asus degan Tojikistonniki ekan. Mana Toj Asus anaqasi plasmasa emas. E'tibor beramiz. Bu ovozdan ko'rsangiz ham bilasiz, og'ir. Sifati juda yaxshi. Mana poddelka emas-da, sifati yaxshi. Original 200 minglik emas, lekin poddelka silishga musor emas-da, sifati o'rtacha, lekin zo'r. Ko'p joy qo'yyapti, yaxshi deyapti-da. Hattoki eng zo'r originallar bilan raqobatlasha oladi deya olmayman, lekin sifati yaxshi. Ancha normalniy. Mana Crafts'ki ham bor ekan. Craft degani, Crafts'dan. Craft. Bor mana. Buniki ham mana ochib ko'rsak bo'ladi. Mana qalinligi, og'irligi, plasmasa emas bu.
e'tibor beramiz. Mana sifati yaxshi. Ayniqsa ko'pchilik akfa eshikligi bolalar, yosh bolalar osiladi, tortadi, o'ynaydi-yu, shunga sifati ko'pchilik yaxshiroq bo'lsin deganlar uchun ham normalniy. Yana aytaman, bu original zo'r 200 millik emas, lekin o'rtacha. Lekin tuftasi, dabdalasi emas lekin. Normalniy, chunki bular hammasi sinovdan o'tgani uchun ko'rsatyapman. Bular yaxshi, normalniy holatda. Chunki ko'pchilik olganlar yana qaytib kelyapti. Bu podokonilar uchun. Ya'ni akvaramlarni podokonilar yoniga qo'yadigan nasatkalari. Jigara oq mokriy, pena. Penaga e'tibor beramiz. Penamiz mana og'irligidan taroziga qo'yib ko'rsa ham biladi. Buni e'tibor bering, poddelkalari ham ko'payib ketgan hozir penani. Yengil bo'ladi. Meloni sifati zo'r. Bu bugun kecha chiqqan narsa emas, bu ancha oldin chiqqan firmalar. Bular uyaltirib qo'ygan firmalar emas, lekin poddelkalarga bo'lsa ehtiyot bo'lamiz bularni. Sifati yaxshi buni. Chunki bular ispitdan o'tgan narsalar. Mana stimul, zavod, stimulli ham har xil turi bor. Stimul zavodskoy, zavod. Alyumin, plasmassa yoki sharabara anaqa emas bular. E'tibor beramiz. Stimul o'zi. Bundoq qilsangiz bilinadi o'zi sразу. Stimul o'zi yozilgan mana lazerda. Buni qo'lingizda bundoq qirib ko'rsangiz ham mana hamyonbop narxidagi anaqa mana ichini ham ko'rsanglar bo'ladi. Ichini alyumin mana. Plasmassa emas bo'pti. Mana e'tibor beramiz. Mana stimul yozilgani bilan hamma stimul ekan deb o'rmasin. Mana boyaga aytgan ruchkadagi yozuv bu. Mana yerda sifir raqamlari ham bo'ladi. Общий korobkada ham e'tibor beramiz. Общий optim olganda общий korobkada ham stimul deb yoziladi. Shu narsaga e'tibor beramiz. Stimulli ham poddelkasi bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Yana mana zamokka. 40 klit. Ko'targaningizda o'zi mana bilinadi mana. Bu lekin temir. Tushunganlar tushunadi o'zi. Bu temir. 40 klit. Bu plasmassa emas, alyumin emas, temir. Zamoglardan mana chekilganda qaytib chiqib ketadi o'zi avtomatik. Stimulga ham xuddi shunaqa mana e'tibor beramiz. Mana bunaqa zoldirli anaqalarni ham qaytib chiqib ketadi. Odam tiqilib qolaveradi, odam asabiga tegmaydi. Tiq qiladi bir xil mana bunaqa tiqilib qolaveradi. Bu bemalol mana bossangiz ham bemalol anaqa qiladi. Qaytib chiqadi. Chunki buni zoldirlari o'zi avtomatik chiqaraveradi. Bunda ham shunaqa mana. Buni avtomatik chiqaradi. Endi MDF eshiklarni petlalar ekan. Oq eshik, tillarang, xullas hammasi uchun mana og'ir eshiklar anaqa eshiklar uchun maxsus petlasi ham og'ir, stenkasini qaraymiz mana. Stenkalari ham qalin, sifatli, Dima firmasiniki. E'tibor beramiz. Bunda o'zi odam qo'lni ko'targanda o'zi bilinadi bundoq qilib. Og'ir bo'ladi. Qora rang, luboy bu qora rang ko'p rangga tushib ketadi. Luboy emas, endi ko'p rangga tushib ketadi. Universal deyshadi qora rang. Seriya mokriy rangga ko'proq tushadi. Yana boshqa rangga tushib ketaveradi. Mana tillarang maxsus so'raydiganlar bor. Tillarang eshiklar uchun. Bu ham Dima firmasiniki. Lekin e'tibor beramiz, mana shu Dima Immina firmalar hali biron marta uyaltirib qo'ymagan. Birontasi osilib qoldi yo bu degan, chunki buni o'zi olib ishlatgan odam juda yaxshi biladi buni. Buni ancha yillardan ishlatib yurgan odam o'zi yaxshi biladi. Xullas kelam hozircha shunaqa.
Mabodo kerak bo'lsa 97lik 537 89 93 Ariston'ni zapchastlari sohasi bo'yicha, Ariston remont bo'yicha, Ariston'ni qanaqa muammolari bo'lsa, mana shu raqamga telefon qilaverasizlar. Zapchaslari kerak bo'lsa ham bemalol telefon qilaveringlar. Eshik romlar kerak bo'lsa, MDF eshiklar bo'lsa, akfa eshiklar, akfa romlar. Nomi akfa emas, shunchaki endi ko'pchilik hamma narsa akfa deyshadi-yu, eshik romlar demoqchiman. Общий qilib tushuntiraman-da. Shuning uchun hamma o'sha eshik rom sohasi bo'yicha, любой sohasi yoki nima anaqasi bo'yicha muammolar bo'lsa, zapchastlar kerak bo'lsa, murojaat so'rab ko'ringlar. Faqat oynalarni so'ramanglar. Oynalar sohasi bo'yicha bizda yo'q. Akfa eshik romlarni oynasini qo'yib bering yoki sinib qoldi u degan bo'lsa, bor unaqa tanishimiz bor, nomerini beramiz, lekin o'zimiz shug'ullanmaymiz unaqa sohasi bo'yicha. Bizda faqat zapchastlar sotiladi, remont qilinadi. Ariston, MDF eshiklar, MDF romlar, fortchkalar ham bor. Yana bir obzor qilamiz, xudo xolasa nasib qilsa. Hozircha shu.